Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Bugungi Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Bugungi aziz mehmonimiz bizningki hurmatli Zumratay Erkin xonim. Zumratay Erkin ni singlimizni ziyorat qilishdagi bugungi maqsad maxsus shu Dunyo Uyg'ur qurultiyiniki 7-navbatlik Dunyo Uyg'ur qurultayida ayollar xizmati qanday xizmatlar ilib berildi, qanday natijalar, muvaffaqiyatlar qo'lga keltirildi. Mushu nuqtani chiqish qilib turib, bugun Zumratay singlimizni bu suhbat programmasiga taklif qildik. Hurmatli Zumratay, bugungi programmamizga xush keldingiz. Hoş buldum. Rahmet. Albatta, Zumratay bizningki keyingi yillarda yetishib chiqqan mushu yoshlarning ichidagi ko'z ko'rinarlik natijasi eng zo'r ham hozir dunyoda tanilib kelayotgan mayli uyg'urlarning ichida bo'lsin yoki xalqaro bo'lsin bizningki siyosatchilarimizningki avangardlarimizningki birisi Zumratayniki xizmatimi jiq ham vazifasimi ig'ir. Masalan, Zumratay Dunyo Uyg'ur qurultiyi ingliz tili bayonotchisi, shundoqla xalqaro ishlarga mas'ul, lobby ishlariga mas'ul xizmatchi xodimi, shundoqla ayollar komitetidagi mudiri. Ya'ni o'xshamagan bir necha xizmatlarni uzluksiz uzun yillardan beri davomlashtirib kelyotidi. Shundoqdimi biz Zumratay singlimizni bugun o'zini bir oldin tunishtirib o'tishni umid qilamiz. Qani marhamat Zumratay. Köp rahmet Baxtiyarka programga taklif qilganingiz uchun. Deb aytgandek, mening xizmatim jiq. Men mushu Dunyo qurultiyi kelib to'liq ishlayotgani 5 yilga yaqin bo'ldi. Bu jarayonda beshida project assistant yordamchisi bo'lib boshlagan. Undan keyin mushu butun xalqaro bizning faoliyatlarimizga mas'ul direktor bo'ldim. Undan keyin 7-qurultayda 2021 7 qurultayımız Prag'da içilgan qurultayda ayollar komitetining mudiri bo'lib saylandim va inglizcha bayonot bo'lib tayinlandim. Şunun yağı mushu amishni biroq ep ketib borman. Ko'pdan ko'p rahmat. Hamda suhbatimizga rasmiy qaytib kelsak, hamda ayollar xizmati mayli jamiyatda, davlatda bo'lsin yoki Uyg'urlarning orasida hozir Dunyo Uyg'ur qurultayida bo'lsin, da'vatga roli nihoyat muhim. Bu ig'ir xizmatniki mas'uliyatidan 7-navbatli qurultay jarayonida Zumratay chiqyotidi. Qilayotgan xizmatlarimiz nihoyat ko'p. Shundoqla erishgan natijalarimiz nihoyat jiq. Dünya miqyosidagi Uyg'ur ayollarininki o'sha bir necha yilda erishgan xizmatlari. Bu xizmatlar masalan o'zingizniki olgan xizmatdagi natijalaringizni qo'shib, ya'ni dunyo miqyosida Uyg'ur ayollari qanday natijalarni qo'lga keltirdi bu necha yilda? Siz mush to'g'riliq bir savolimizga javob bersangiz rahmat. Bu to'g'riliq endi bizning siz deb o'tgandek bizning Uyg'urlarning ichida Uyg'ur faoliyatchilarimizning ichida Uyg'ur ayollar ko'p rol o'ynaydi. Buning ichida boshqa bir millatlarning nimalariga davolariga qaragan chog'dimi, ya'ni biz Uyg'urlarning ichida ayollarning roli bek muhimki. Bo'libmi mushu g'arb davlatlardan bo'lsin, musulmonlar orasida bir xil negativ qarash bo'ldi. Masalan, musulmon madaniyatlarning ichida ayollarning roli unchalik aktiv bo'lmaydi deb tuyg'u berdik g'arblarga. Shunga biz mushunda ahvolda Uyg'ur ayollarning qanchalik aktiv, qanchalik davoda jiq sap qo'shib menayotganligini ko'rsatdik deb o'ylayman. Bu jarayonda 5 yilning ichida men nurg'unlagan o'zimning qo'limdan kelgancha yosh sifatim bilan va bir qiz bola bo'lish sifatim bilan nurg'unlagan tirishdim. Uningdan sirt tirishganligim uchun yaqindami 2024-yili 4-oyda Amerikadagi Roosevelt Fondasyon fondi bana bir erkinlik mukafotini berdi. Bu erkinlik mukafoti mushu bo'lib diniy erkinlikni qo'g'dash uchun faoliyat qilgan bir insonga
berildi her 2 yılda muştaq bir murasimni ötküzdü ekan. Bunu biz Gollandiyada ötküzüp yakında keldik. Şoňa bundaq bir mukapatning maňa berilişi bulup mu yaş aktivist, yaş Uygur aktivistke berilişi bütün milletke şunçilik bir hoşallyk bädi we hemmemizge bir çoň bir ilham geldi. Onundan sırt elbette bunundan burunmu we bunundan kiyinmu bizning ayallar, hanym, yaş kızlarning içinde nurgullygan nurgulary mukapatlarny ep geldi. Bunun içinde bizning avangard aktivist faoliyatçilerimizin içinde Ruşen Abbas hanımı yakında dahi bir çoğun bir New York kanun advokatlar cemiyetinden bir çoğun bir mukapatga erişti. Onundan sırt bir yıl ya 2 yıl ilgiri radyo Erkin Asya radyosudan muhbirimiz Gülcehre hadimimizmi bir çoğun bir mukapatga erişti. Onundan sırt yana hazır kallamga toluq gepilamdy ama muştaq mukapat ağalardan heli jiq boldy. Onundan sırt hemdi ikinci sualınız bolsa muşu dünya halkara cemaatda qandaq Uygur ayallar bolsun, başka jihatdan bolsun, qandaq hizmetler işlendi desek, Uygur ayallarning hukukyn qogdaş faoliyatları heli jiq çoň kampaniyalarni ilip bardyk. Meyli bizning Dünya Uygur Qurultayı Ayallar Komitetining namydan bolsun we yoki başka teşkilatlar bilen birleşip qilgan bolsakmı, muşu 3-4 yılning içinde Uygur ayallarning hukukini qogdaş jiq meselen faoliyatlar boldy. Meselen BDT'da nurgullygan qitim biz lager şahitleri bilen billa muşu Uygur ayallar bulupmu lagerning içindeki Uygur ayallar qandaq irqi qırgınçılıklarga uçurawatydy. Bunun içinde qandaq vaziyat qandaq eğir küllerge uçurawatydy. Meselen tugut çekleş operasiyaları bolsun ve yoki basqınçılık bolsun. Muşundaq eğir cinayetlerini Xitay hökümetiniň muşu cinayetlerini ötküzüp atganlygyny ispatlap çykdyk. Bunun içinde muşu 5 sepida Uygur ayallar bunu qildi ve bizning lager şahitlerimiz en birinci orunda turup şunu cesaret şekilde qılıp ötdi. Şununla bunun sebebinden muşu Uygur ayallarning hukukini qogdaşga nurgulgan faoliyatlar boldy ve halkarany biz billa ispat gösterdik ve bularni qarar kılaldık vaziyatning qanchalik eğirligini. Mesela Uygur sotkologiyasi bolgan çağdamı Uygur ayallar uçurgan muşu depsençiliklerini din Uygur irqi qırgınçılıkning bolup atganlygyny ispatlap çykdy bu sotmu. Şoňa bu jihatdan jiq faoliyatlar boldy. BDT'de bolsun, Avrupa Birligide bolsun, her bir okşumagan döwletlerdeki parlamentlarda bolsun, biz barmagan ýer kalmady. Meselen Latin Amerikadan tatyp, muşu Maleysiýalardan tatyp, hemme ýerde muşu Uygur ayallara uçurawatgan depsençiliklerini tunuşturup çykdyk. Tepsili tushuntirishingizga köpden köp rahmat. Hamda bir necha yildir ishlagan xizmatni albatta bir qatimliq suhbatda aytib tugutish mumkin emas. Faqat mening esimda qolganlarimni nihoyatda jiqga siz so'zlamaganlardan. Masalan, buning ichidagi nihoyatda zo'r xizmatlarniki birisi shu Dunyo Uyg'ur Qurultayininki Germaniya tashqi ishlar ministridan olgan projekti. Masalan, Uyg'ur ayollarining shu irqiy qirg'inchilik jarayonida uchirgan ro'yi besim va buniki keltirib chiqargan psixikalik to'solg'u yoki ro'yi sog'lomlik to'g'riliq bumi shu Uyg'ur davosida tunji ishlangan ham burun qilinib boqmagan xizmatlarning birisi. Onun Dünya Uyg'ur Qurultayi nihoyatda yaxshi muvaffaqiyatli holda elib bordi. Buningdan boshqami yana siz degandek Uyg'ur ayollarining Uyg'ur davosiga qo'shayotgan to'kpisi nihoyatda zo'rkan. Masalan, shu lager shohidlarining ichidami bizning faqat 3 her kishini hisobga olmagan chog'da 12 lager shohidining qolganisi ayollar. Bular lagerdan qutulib chiqib hozirgacha yani Uyg'ur davosini to'xtatib qo'ygani yo'q. Biz ular bilan doim ko'rishib turyapmiz, ahvolini egallayapmiz. Ahvol nihoyatda og'ir. Har bir qitimliq guvohlik bergan chog'da nihoyatda psixikasi buzilib
bir necha kungacha asli kelinmaydigan hatto salomatligiga og'ir ta'sir etadigan ahvollar bo'lib tursinmi davomli qanday qilsin shu uyg'ur davosiga to'kib qo'shishni o'ylab o'ziniki ko'tarishga tegishlikdan ortiq majburiyatini ado qilib kelyotidi. Albatta dunyo uyg'ur qurultoyining ichida ishlayotgan ayollarmi o'xshash shundoq ig'ir ro'yi besimga uchrayotidi. Mayli sotsial media tarafdan bo'lsin, mayli Xitoyning besimi, ya'ni chegara qilgan zo'ravonlik bo'lsin, ularning oilasiga shundoq o'ziga kelayotgan besim biz o'ylab yetkisiz jiq bu taraflardan so'zlashga to'g'ri keldiki. Endi yana bir savolga kelsak, Dünya Uyghur Qurultayı şu 7-ci növbətlik qurultay jarayonida ayollar xizmatlardan qaysi mühim nöqtələrini işlədinglar, həm qaysi xizmatlarga ko'p ajr so'ndirdinglar. Bu to'g'riliq so'zlab bergan bo'lsangiz rahmat. Buldu. Muşu 2021 yılı mən Ayallar Komitetining müdiri bo'lib saylangan vaqtimda muşu bizning Ayallar Komiteti bilan o'ltirib birlikda 3 yillik planimizni tuzgan vaqtda mən shu yerda muşu 3 yilning ichida ayollarning huquqini, Uyg'ur ayollarning huquqini xalqaralashtirishga tirishaman degandim. Buni 3 yilning ichida Ayallar Komiteti mening Ayallar Komitetining ichidagi xonim qizlar bilan qılaldım deb o'ylayman. Chunki birinchi bo'lib ahamiyat bergan organimiz BDT bo'ldi. BDTda burun mayli ofisial shaklda bo'lsin, boshqa shaklda bo'lsin, Uyg'ur ayollarning huquq to'g'risida jiq gaplar bo'linmagan. Bu qitim shu fursatlardan foydalanib va mening o'zimning olgan shu Dunyo Uyg'ur qurultayida ishlagan yoki olgan tajribam bilan BDTda qanday qilsak Uyg'ur ayollarining huquqini anglatiyolaymiz va qo'g'dalaymiz degan fikrda nurg'ulg'an faoliyatlarni ifodadik abay bir qismini so'zlab chiqdim. Buning ichida eng muhimsi BDTda shu 2022 yili nurg'ulg'an ikki qitimliq hamda cho'ng fursat, 3 qitim fursat bo'ldi. Bu fursatlar desak, shu Xitoyni 4-5 yilda Xitoyning dokladini, shu inson haqlari dokladini ko'zdan kechirishga qarab chiqadigan komitelar o'xshamaydigan, xuddi biz Dunyo Uyg'ur qurultayini o'xshamagan komitelar bo'lsin, BDT'dimi o'xshash shaklda o'xshamagan komitetlar bo'ldi. Bu 2022 yili 2 BDT'ning muhim komiteti, birisi ayollar komiteti, yana birisi shu madaniyat va social economic cultural rights deymiz. Mush komitetmi birlikda Xitoyni ko'zdan kechirib chiqqan chog'da biz Dunyo Uyg'ur qurultayi nomidan bo'libmi shu bir ayollarning huquqiy qanchalik dafsanchiliklarga uchrayotganligini yezib doklad qilib sundik. Shu sungandan keyin mushu jarayondami biz nurg'unlagan davlatlar bilan ko'rishib, ularga shu vaziyatni anlatib, qo'liga isbotlarni ta'minlab, andan keyin BDTning shu komitetining odamlari bilan ayrim ko'rishib, Uyg'ur ayollarning bo'libmi shu majburiy tug'ishni cheklash operatsiyalari bo'lsin, boshqalarni mushni bir eng muhim bir nuqta deb ko'rishni deb jiqtirishdik. Uningdan shu tekshirish bo'lgan chog'da shu nuqta eng muhim bo'lib chiqdi biz o'ylagandek. Shunga albatta bizlam tirishgan nima emas, nurg'ulg'an tashkilotlar bilan, xalqaro tashkilotlar bilan birga ishlagan. Shu jarayonda shu ayollarning huquqiy birinchi o'rinda chiqdi. Shunga bundan faxrlansak bo'ldi. Chunki jiq xizmatlarni qildik haqiqatan. Uningdan sirt çadırlarni qurib, ayollarning shu tutilganlari va shu Xinjiang saqchi hujjatlarini tunishtirib, buning ichida nurg'unlagan masalan bizning Uyg'ur ayollarimiz va cho'ng opalarimizning rasmlari bor. Ham kichik qizlarning rasmlari bor. Buni biz faqat BDTning ichidagi davlat a'zolari emas, butun shu Shveysariyadagi o'tgan kechgan hammasiga buni oldi oldik. Uningdan sirt yana bir narsa,
şu 7. qurultayning 8. qurultaygacha bu Dünya Uyghur Qurultayını yaşlaştırmamız ve hanım qizlarni ko'paytimiz degan bir nima qilgan qaror olgandan keyin men ayollar komitet mudiri bo'lish suhbatim bilan mushningimi jiq ahamiyat berdim. Nurg'unlagan vaqtlarda shu qandaq yaxshi fursat kelsa bizning yoshlarga bo'libmi yosh xonim qizlarga mush fursatlarni berishga tirishdim. Xalqaro yig'inlarga avatdim, qatnashishga, nurg'unlagan o'xshamagan tayyorlik emas nima workshoplar bo'lsin, mushtaq tarbiyalash faoliyatlari bo'lsin, shularga avatdim. Masalan, yaqindimi Tayvanda bir hafta bo'ldi bizning yoshlarni bir 6dak Uyg'ur yoshlarimizni, xonim qizlarni shu yerga men tavsiya qilgandim. Ular qaytib kelib o'zining tajribasini so'zlab berdi. Shunchalik yaxshi narsalarni o'rganganligini, yaxshi bir fursatni yaratib berganimiz uchun rahmat aytdi. Shunga o'xshash buning ichida hamda bizning bir qancha hamda Uyg'ur ayollarning aktiv faoliyat qilganlarning bir qanchisini ismini deb o'tkim keldi. Buning ichida albatta hamda bizning avangard aktivistlarning ichida Raima Mahmud xonim bizning London faoliyat qilib kelyotdi nurg'unlagan yillar ilgari. Buning ichida albatta Ro'shan Abbos xonim bor, Mayra Aysa xonim bor bizning Angliyada, Dilnoz Kerem bizning yosh qiz aktivistning birisi, bizning Zubayra Adam bizning muavin raisimiz, Amerikada Alfidar, Elnigar Adam, Gulchehra Adash albatta, lager shoidlarimiz albatta, Avstraliyada Ramila Chanishev, Halima Valiyevlarmi mushu nurg'unlagan majbur emgakka qarshi ishlarni siyosiy jihatdan, hukumat jihatdan o'zlari mush tashkilotidan ib beryotidi. Uningdan sirt Gulvira Zunun, Kavsar Kamil, bizning Montrealdan Sabiha, mushu anandan keyin Mahliya Mukarram Adamning qizi. Bular mushu Kanada parlamentda 3 o'xshamagan parlament a'zolarining ishxonalarida ishlayotidi. Bu nihoyatda bir cho'ng ish deb o'ylasak bo'ldi, chunki boshqa yerda unda ish bo'lib baxmadi texi. Uningdan sirt Mukarram Adam Kanadada, Tunis Adam, Baxtinur Adam mening muavin mudirim, bizning Muattar Angliya sud kollegiyasi bo'lgan chog'da ajoyib cho'ng bir rol o'ynagan. Bizning Kanadada yana Gulshan Abduqodir adimiz, bizning Germaniyada Asma, Amina, ham Gulbahar bizning o'zimizning ishchimiz. Bular yosh bir mushu 2-3 yilning ichida tarbiyalanib chiqqan va hozir shunchalik yaxshi faoliyatlarni olib beryotidi. Amangul Adam, Amangul Aziz, Gulnar Osman, Germaniyadagi mushu mehribon onalarning ichidami Farida Adam, Mayra Adam, Halima Adam, nurg'unlagan mushlar hammasi bor. Ham Fransiyadami Dilnur Rayhon jiq faoliyatlarni qilib keldi, Uyg'urlar to'g'riliq, ayollar to'g'riliq. Shu mushlarning hamda albatta buningdan jiq bor, ammo mushlarning ichida bir qanchisini aytib chiqqim keldi. Tafsili tushuntirishingiz ko'p rahmat. Unda bo'lsa yana bir savol esim kelyotidi. Ham siz 5 yil bo'ldi dedingiz Dunyo Uyg'ur Qurultayida xizmat qilayotgani. Ham nihoyatda ko'zga ko'ringan Uyg'ur yoshlarinikidan birisi. Ham siz Dunyo Uyg'ur Qurultayiga kirib mush xizmatlarni qilish jarayonida qandaq tajribalarga erishdingiz? Hozir dal shu 8-navbatli qurultayninki vakillarni tizimlatish vaqti hozir. Nurg'un odamlar buni tizimlatyotidi. Yoshlarga qanday bir chaqiriqingiz bor o'zingizning xizmatini oq ko'rinish qilgan asosda? Bu to'g'riliqmi? Oxirgi savolimga javob bersangiz rahmat. Meningcha yoshlarning roli bek muhim deb o'ylayman, chunki qurultayda bizning masalan hozirgi ustozlarimiz mangu turishi notayin, chunki hamda qurultaymi yoshlashib menish kerak. Buningdan keyingi avlod hamda biz. Shunga bizning biz hamda o'zimiz yosh deb o'ylaymiz, lekin bizdami yoshlar hozir bor. Shunga har bir avlod bir-birisini fursat berish bo'ldi. Shunga yoshlarning hozirgi
dunyoda hozirgi texnologiyalar bilan hozirgi bilimlar bilan yoshlar jiq narsalarni qila oladi deb o'ylayman. Ham Uyg'ur davog'imi bir sepini qo'shish kerak. Biz albatta hech kimni majburlamaymiz, ammo biz bu davoni qilish orqali cho'qim bir kuni vatanimizga qaytib ketamiz, erkin bir vatanimiz bo'lgan qaytib ketamiz deb o'ylaymizki, buningga hamma odam sap qo'shish kerak. Hamma odam tirishish kerak. Shunga hamda bo'libmi yosh xonim qizlar buningga jiddiy qarab mushu qurultayga mushu 8 navbatlik qurultayimizga kandidat bo'lib o'zi qatnashib qandaq demokratik sistemning qandaqligini o'z ko'zi bilan ko'rib qatnashib ovoz berib dunyo qurultayining kelaki mushu rahbarlarini saylash bir huquqini o'z ishida olish kerak. Bizning afsus davlatimiz hozir mustaqil davlatimiz yo'q. Nurg'unlagan davlatlarda demokratik davlatlarda yashayapmiz va mushu saylamlar bo'lgan chog'da o'zimiz berib mushu davlatning nimalariga bilet tashlayapmiz. Parlament a'zolari bo'lsin, boshqalar bo'lsin. Shunga o'xshash shaklda Uyg'urlarimizni tashkilotlarimizni ishidagi rahbarlarni demokratik shaklda saylashga ko'nishimiz kerak. Shunga bu jarayonda yoshlarning jiqroq qatnashib berishi, yoshlarning mushu qurultay ishiga kirishi umid qilaman. Men hozir shuningga tirishayapman. O'xshamagan tanishlarim, yosh xonim qizlar hammasiga ayrim telefon qilib mushu fursatni chang tutishga tavsiya qilyapman. Yana bir savolni qo'shib qo'ygim keldi. Hamda Dunyo Uyg'ur qurultayi Uyg'urlarga vakolatdan xalqaro xizmat qilayotgan tashkilot bo'lish sifati bilan nurg'un odam buni nihoyatda cho'ng ham biz iltimos qilgan bilan kirolmaydigan bir o'rin deb o'ylaydi-ki, ham shunday gaplarni angladik. Yani qurultayga bunday bir vakil bo'lgan bir yer emas deb o'zini olib qochadigan yoki uni qig'ilib bo'lmaydigandek tuyuldiki, siz bundoq yoshlar qandoq bir javob bersiz? Uni bir qo'shib qo'ysangiz rahmat. To'g'ri, bu savol menga jiq kelgan, ammo bir narsa tashqi ko'rinishi bilan mundaq amaliy shaklda o'xshamasligi mumkin. Shunga bu tushunmaslikning nimasi va balkim ba'zida menga jiq yoshlar kelib dedi, men Uyg'urcha chiqargan e'lonlar bo'lsin, jiq narsalarni tushunolmay qolibdi. Shunga men oddiy tilda bularga tushuntirishga tirishdim va ba'zida ingliz tilida orqali tushuntirishga tirishdim. Albatta dunyoga qurultayga har qanday odam kira oladi desakmi xato bo'ldi. Buning albatta kandidat bo'lishga bir qancha shartlar qo'yildi. Buni bizning shu ijro komitetidan bir guruh shu tayyorlik komitetidan olgan qaror bo'lg'achqa endi bu shartlar nihoyatda bir bakmu ishib ketgan shartlar emas. Masalan, davog'i bir aktiv faoliyat qilib keldingizmi yoki bo'lmasa bir tashkilotning rahbari bo'lib keldingizmi, qachon vatanga borgan, shu narsalardan hamda bir eng oz shartlarning nimasi bu birisi. Shunga unchalar qiyin deb o'ylamayman, ammo albatta bir kishi hech nima qilmay turib, saviyasi yo'q, andan keyin hamda saviyasi yo'q degan chog'da maktabni bitamagan deganlik emas, chunki endi maktab bitirish bilan bir nima qilmaymiz, uni qaramaymiz. Ammo mushu siyosiy shaklda qanday faoliyatlarni olib borgan, masalan, Xitoyni qo'llab bir narsani qilib boqdimi yoki bo'lmasa vatanga chiq berib, yaqinni berib qilatamdi, unda odam albatta gumonliq bo'ldi. U bo'lishi normal. Bo'libmi hozirgi vaziyatda Xitoy bundoq bizdek organlarning ishiga ishbiyonlarni silish orqali nurg'un ishlarni qila oladi. Shunga bunday vaqtda o'zimizni bir qurultay, bir tashkilotni qo'g'dash uchun mushtaq shartlar qo'yilgan. Lekin bu hech qachon birsi qiziqib, haqiqatan davo uchun, millat uchun xizmat qilmaydigan odam kirolmaydi desakmi, u to'g'ri bo'lmaydi deb o'ylayman. Nihoyatda yaxshi tushuntirish berdingiz bizniki yoshlarimizga. Undaqda vaqt munosabati bilan bugungi suhbatimiz mushagicha bo'lsin.
Sizdan bundan keyingi xizmatlaringizga utuq tilaymiz. Shundaqla bundan keyin texmi zo'r g'alabalarni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan birga elishingizga tilakdoshlik bildiramiz. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, bugungi suhbatimiz mushagicha bo'ladi. Hammanglar xushvaqt bo'linglar. Xo'sh. Rahmat.